Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling. Hozirgi darsimiz rasmlarni tiniqlashtirish haqida bo'ladi. Birinchi o'rinda fotopapkani ochib olamiz. Mana bu Remini saytimiz bor, o'shanga kiramiz. Reminiga masalan rasm ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda tashlashdan oldin mana qarang, rasm yaqinlashtirsak qarang qanday qarab ketyapti. Endi shu rasm tiniqlashtirish kerak bo'lsa, shunchaki Reminiga tashlab olamiz shu rasmni. Mana ochdi, endi yaqinlashtiramiz. Mana bu keyingi holat, ko'ryapsizmi? Mana chiziqda chap tarafi mana qaytarsak bu keyingi holati, oldingi holati, bu keyingi holati. Mana. Rasmni ko'ryapsiz, ancha tiniqlashtirib ishingizga ancha yengillik beradi bu dastur. Yaxshi tomoni bu yerdan mana avtosvetga kirib har xil rangni tanlasangiz va xohlasangiz o'sha faylni o'ziga mana qarang. Rang bermasdan taxlab beradi. Men zalotstiga qo'yib qo'ying, o'zingizga qulayini qo'yib, okni bossangiz o'sha rangni beradi. Mana. Загрузить bosasiz. Загрузить bosib skachatib qo'yasiz. Bu rasm tushadi sizga. Faqat bitta narsa, bu filtr bepul emas, bu filtr pullik turadi. To'lovi bor. Haftasiga o'rtacha $10 to'lov, oyiga $24, yiliga $250 to'lov bor. Oylik tarifni ishlataman. Har oy где-то bir 400 ming yaqin to'lov qilib ishlataman. Sababi ishimda ko'p yordam bergan ishlataman. Yaxshi tomoni mana. Remini bir paytga 15 tagacha rasmni taxlab bera oladi. Masalan, bitta, ikkita emas, ko'proq rasm tashlasangiz ham bo'ladi. Mana rasmni yaqinlashtiramiz. Qarang, bir nafar farqi bilan eski holati, keyingi taxlangan holati. Oldingi holatini qarang, keyingi holatini. Mana bu yerdan ikkita rasm shunday belgilaymiz, vibratsiyani bosib, загрузить qilsak, zip papka qilib ko'chirib beradi. Hamma rasm bitta papkaning ichida. Zipdan chiqarib, ishlab olaveramiz rasmlarni. Vinetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul.